Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanali va bugungi videolarimiz ajoyib bitta Telegram bot orqali sarmoyasiz pul ishlashga chiqamiz. Do'stlar, albatta biz 211 obunachi bo'ldik. Avvalgi videomizda 198 obunachi edik va biz 200 obunachidan ko'proq obunachiga erishdik. Buning uchun hammangizga rahmat aytaman. Albatta keyingi harakatimiz endi 300 taga bo'ladi. Nasib qilsa albatta 1000 ta ham bo'lamiz. Albatta barchangizga rahmat aytaman. Endi bizning har bitta videorolikimizda o'tkazganayotgan konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu yerga bitta like bosgan bo'lishi kerak, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishi kerak va kommentariy yozish kerak. Endi bu yerdan biz oxirgi videomizda mana bu yerda mana havolasini nusxalab olib, random saytga o'tib olamiz. Va do'stlar, random saytga ham o'tib oldik. Endi bu yerga oxirgi videomizning havolasini qo'yib, bu yerdan fetch tugmasini bosamiz va continue tugmasini bossak, bizga kommentariyalarni chiqarib beradi. Ko'rsangki 23 ta odamlar kommentariya qilgan ekan. Endi bu yerdan pika winner tugmasini bossak, ko'rsangki Muslima Yusupova degan obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz shu videolarni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqing va pullashingiz ochishingiz mumkin bo'ladi va mening Telegram kanalimning lichkamni Telegram kanalining profilidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir botga o'tib olaman. Va do'stlar, ko'rishgan kun mana botga ham o'tib oldik va bu botimizning nomi Kitty Mint deb nomlanadi va bu botimizda hech qanday sarmoyasiz Toncoin kriptovalyutasini ishlashingiz mumkin bo'ladi. Albatta bu botimizning silkasi albatta shu yerning opisiyanasida bo'ladi. Keyin bu yerdan mana bot cash degandek nimasi hech tugmasi bor. O'shani bossak biz botning asosiy pul ishlash oynasiga kiramiz va bu yerda mana o'ng tarafga qaragan strelka chiqadi. O'sha let's go deb yozib qo'ydi. O'shani bossak biz botning asosiy pul ishlash oynasi ochiladi. Ko'rishgan mumkin botda biz shunday qilib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda biz boshida sizlarga kirishlar bilan hech qanday sarmoyasiz mana bunday tuxum ochish imkonini beradi. Mana bu yerda mana 0.1 Toncoin deb yozib qo'ydi. O'shani o'rnida hech qanday Toncoinsiz turadi. O'shani ustiga bossanglar sizlarga Toncoin ochiladi va qanchadir sizlarga o'zi Toncoin ishlab berib turadi. Har kuni dahod chiqarib beradi. Ya'ni masalan menga hozirda har kuni daily reward menga 0.3 keyin 1 Toncoin, ya'ni 0.01 Toncoindan menga har kuni o'zi har 24 soatda berib boradi. Agarda sizlarga 0.1 Toncoin chiqib ham qolishi mumkin, 0.01 Toncoin ham chiqib qolishi mumkin yoki menikinday bo'lib chiqib qolishi mumkin. Sizlarga har xil chiqadi, har kimda har xil. Keyin shunday qilib agarda pullar bo'lsa mana bu yerda mana 0.1 Toncoinga tuxum ochishingiz mumkin bo'ladi va qanchadir yana sizlarga bonus beriladi. Keyin yana bu yerda 1 Toncoinga ochishingiz mumkin bo'ladi va keyin bu yerda yana 10 Toncoinga ochishingiz mumkin bo'ladi va legendarniy buni lekin hali ko'rsatmagan ekan qancha Toncoinga ochilishini. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 0.5 Toncoin ham, ya'ni kunlik har 24 soatda beriladigan qilib ochilib ham qo'yilgan. Omadinglar kelsa omadinglarga bog'liq. Mening hozirda 3 ta 0, keyin bir har kuni 24 soatda berib boradi. Mening balansimda hozirda 0.12 Toncoin bor. Keyin status bo'lim bor, ya'ni biz bu yerda referallarimiz ko'rishimiz mumkin bo'ladi, profitlarni. Keyin invite bo'lim bor. Bu yerda biz referalni silkamizni olib do'stlarimizga tarqatib ham yana qo'shimcha daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda list friends tugmasini bosib biz chaqirgan referallarimizni ko'ramiz. Keyin yarm bo'lim bor, ya'ni bu yerda biz mana bunday o'zining yana mana shu botning ichki coin'i bor, ya'ni Recard degan o'zining coin'i bor. O'sha coinlarni biz har kuni mana bunday bonuslarda ham olishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda mana kanallarga obuna bo'lib ham shu Recard degan o'zining nimalarni, ya'ni coinlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Keyin game bo'lim bor, yana historiya bo'lim bor. Shunday qilib bemalol bu yerda ham Recard coinlar nimaga kerakligi ham aytib o'taman hozir. Keyin oxirgi bo'lim bu wallet bo'limi. Bu yerdan biz o'zimizning walletimizni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan mana depozit bo'limi va withdraw bo'limi bor. Depozit bo'limi bu o'sha aytib o'tgandek mana bunday Toncoinlarga, ya'ni 0.1 Toncoinga mana bu tuxumni ochishimiz ham mumkin bo'ladi. Hozirda menda 0.1 Toncoin hisobimda yo'q. Shuning uchun ochib bera olmayman. Agarda shu bo'lganda hozir endi ko'rsatib berardim. Wallet tugmasini bosasizlar va sizlar o'zlaringiz hamyonlar ulash kerak bo'ladi. Mana shu yerda mana o'zi chiqib turadi. Hozirda deposit withdraw deb turibdi. Sizlarda o'zi connected bo'lib turadi. O'shani bossanglar qolagan bitta hamyonlarni ulab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana pastda men hozir hamyonni ulab qo'yganman. Keyin sizlar bu yerda mana pullarni chiqarib o'sha 0.2 Toncoin yo'g'i 0.01 hozir mana bu yerda mana ko'rishgan kun
Mana minimal withdraw 2 ta not, keyin 2 ton coin. Bu degani adashmasam 0,1 sent, 0,05 sent o'shanaqa bo'lib boradi. Bu yerda endi o'sha summani yozasizlar, shu 0 o'sha o'zining minimalkasining g'ishtliklari bilan albatta sizlarga shunday chiqadi. Adresinglar o'zi birinchi qatorga adresinglar yozib qo'yadi, ikkinchi qatorga o'sha minimalkasining g'ishtliklari yozasizlar va kod degan joyga bu yerda mana send kod tugmasini bossanglar, sizlarga o'zi botlarga mana bunda ko'rish mumkin, verifikatsion kod keladi mana buni. Mana shu kodni sizlar nusxalasizlarda, o'sha pul yetish uchun o'sha yerga mana bu yerga mana joylasizlarda bosib, keyin bu yerga mana Rakard degan mana shu coin mana shu yerda mana o'zining komissiyasiga oladi. Ya'ni o'sha ichki coinni mana shu yerda mana komissiyaga kerak bo'ladi. Sizlardan ton coinda komissiya olmay, mana shu Rakard degan o'zining coinda sizlarga komissiya olib qoladi. Ya'ni pul chiqarganlar keyin bu yerdan withdraw tugmasini bossanglar, sizlarning balansinglarda o'sha yetarli pul bo'lganida sizlarning balansinglarga 10 sekundga yetib bormay balanslarga pul tushib keladi va to'lab beriladi albatta 100%. Albatta bunda ham minimalkasini yig'ishim bilan bundan ham pul chiqarib men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman screenshotlarni. Telegram kanalimning ham silkasi albatta shu videoning opisiyanasida bo'ladi. Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Yaqinda Telegram kanalimizda ham 100 ta bo'lsak, albatta Telegram kanalimda konkurs qilib beraman kattaroq. Albatta hozir ham albatta konkurslar qilib bormoqdaman. Mini kichkinaroq konkurslar u payti 100 ta bo'lsak albatta unda ham kattaroq konkurs qilib berish niyatim bor. Shunday qilib bu botimizda bemalol pul ishlashdan mumkin bo'ladi. Unchalik qiyin emas, u boshqa tushunarsiz joylari yo'q. Shunchaki shunday qilib ishlash mumkin bo'ladi. Albatta xohlovchilar bo'lsa, bu yerda mana 0,1 tonga tepasiga tepishlab, ya'ni ochib ko'rish mumkin bo'ladi. Shunday qilib bemalol pul ishlashlar mumkin bo'ladi, lekin sarmoyasiz ham pul ishlashlar mumkin, sarmoyali va sarmoyasiz pul ishlashlar mumkin bo'ladi. Albatta sarmoyasiz ham pullarni 100% to'lab bermoqda. Hozirda bot 100% to'lovda bemalol kelib ishlashlar mumkin bo'ladi. Do'stlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.